Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar, yaxshimisizlar? Diyorimiz san'at ishlarining o'tmishi, bugungi taraqqiyotini, shundaqla san'atkorlarimizning sizlar bilishga qiziqadigan qiziqarli hikoyalarini aytib, san'at suyar xalqimizning ma'naviy turmushini betib kelayotgan Tangirtog' san'ati programmasini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Savirdan Imom. Kundalik turmushimizda biz kino, televiziyadan ayrilmaymiz. Chunki kino, televiziya san'ati san'atning hamma sohalariga chetiladigan universal xarakterga ega bo'lib, turmush va xizmat besimidan charchagan nervimizni orom oldirish hamda kino, televiziya san'atimizdan huzurlanish maqsadida ba'zida kinoxonalarga berib, ba'zida uyda o'ltiribla kino, televiziya filmlarini ko'ramiz. Dünya kinochiligi va davlatimiz kino, televiziya filmlarini ishlash tarixida dunyoviy oliy mukofotlarga erishgan nodir filmlarmi oz emas. Shuningga mos holda Xinjiangning kinochiligi 1955 yili Shanxay kino studiyasi tunji qitim rayonimizdagi oz sonli millatlarning turmushi, ya'ni qozoq millatining turmushi tasvirlangan hikoya film Qosan Jamilani ishlagandan boshlab hisoblasak, bugungacha saq 60 yillik musofani boshdan kechirgan bo'ladi. Mushu 60 yil jarayonida rayonimizdagi birdan-bir kino studiyasi bo'lgan Tangirtog' kino studiyasi qarindosh o'lka shaharlardagi studiyalar bilan birlashib va o'zi mustaqil ishlab degandek oz bo'lmagan kino, televiziya filmlarini keng xalq ommasining huzurlanishiga sundi. Gerçi bu filmler son jihatdan ancha ko'p bo'lmasa-mu, chimanlarning ichida nozuk chiman bor degandek, o'zimizning turmushiga yaqin, milliy xoslikni saqlagan asosda ishlangan filmlar xalqqa bakrak yoqadi. Yillardan beri rayonimizda ishlangan filmlarning ko'p sondagilarining hozir bozordan tepilmaydiganligi mana bu so'zimizning dalili. Beijing kino studiyasi bilan Tangirtog' kino studiyasi 1980 yili ishlagan shu nomli Uyg'ur xalq dastoniga asosan marhum yozuvchilarimizdan Zulun Qadiri, Eli Aziz ssenariyasini yozgan, marhum Fuji bilan Abdulla Hoji Muhammad rejissyorlik qilgan nodir hikoya film G'ayrib Sanam ko'p qism tomoshabinlarimizning esida bo'lsa kerak. Programmamızın ekran sahifasida bugun biz G'ayrib Sanam filmining ishlanish jarayoni haqida tushunchaga ega bo'lgach, bu film qatnashgan artistlar bilan tanishib chiqamiz. Bugün biz filmga qatnashgan asosli artistlar bilan birga Tangirtog' kino studiyasining pensioneri, el qalbidan cho'nqur o'rin olgan kino artistimiz Firdavs Azizi akamizni alayda taklif qildik. Assalomu alaykum Firdavs aka, xush kelibsiz. Firdavs aka, siz G'ayrib Sanam filmida maydon xotirliguvchi bo'lib ishlab ekansiz. To'g'ri. Menimcha maydon xotirliguvchi bo'lish jarayonida hamda o'sha qatnashgan artistlar o'zining rolini ilib boshqa ishlarni qilgan bo'lsin, ammo siz boshdan oxir buning jarayonlarida to'liq qatnashgan bo'lishingiz mumkin. Shu munosabatda bizga ham ko'rganlarimizga o'sha filmning ishlanish jarayoni haqida bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Assalomu alaykum ekran oldidagi do'stlar. Mana G'ayrib Sanamni ishlaganimizga hozir 35 yil o'tdi. 35 yil jarayonida bizni 35 yil umrga umr qo'shildi degan gap. Jarayondagi bizning talant ba'zi bir yaxshi sho'r artistlarimiz, bilan qatnashgan ba'zi bir ishchi xizmatchilarimiz bizdan ayrilib ketdi. Endi bugungi kun kelgan vaqtida Tangirtog' san'ati qaytadan G'ayrib Sanamni 35 yildan keyin yana bir namoyon qilyotdi. Mana shu jarayonda bizning bir bo'lim davomli bu kino qatnashgan artistlarimiz mana ekran oldida sizlar bilan yuz ko'rishyapti. 80-yili may oylarida G'ayrib Sanamni ishlash to'g'riliq qaror qilindi. Mana shundan e'tiboran bu filmga men maydon xotiruvchi bo'lib qatnashib qoldim. Vazifa bo'yicha men bir xotir tutgan. Bu xotira G'ayrib Sanamninki boshlashidan tortib, qanday oxirlashidan tortib hamma narsani yozib mangan. Endi bu yerda bir narsani qayd qilib kelyapti. G'ayrib Sanam bu bir daston. Bu bir muhabbat. İşleş jarayonida aktyorda yana ziddiyat chiqdi. Sanam tepildi. G'ayrib tepilmadi. Shunlar Ablimit kamni G'ayribga bekitdi. Lekin bu Sanam bilan ikkisining hech farq bo'lganligi uchun yanib qoldirildi. Oxir Mehmet Zununni 6 oyda kino qatnashayotgan bizniki shu guruhning adibini akilib, oxir buni chiroyi tarafga tushdi, shuni bilan bekitilib ketdi. Endi shu filmda
Abdullah Şatiri'den ibaret bir selbi rolni voyaga yetkazib o'rinlab shu kino ko'ruvchilarning g'azab nafratini qo'zg'atadigan darajada natija qozongan yana bir ustoz san'atkorimiz bor. O ustoz san'atkorimiz bo'lsa-mu, ya'ni Kurash Rajab efendi. Kurash Rajab akamniki mushu filmning ishinish jarayonida deydigan qandoq yurak so'zlari va qandoq bizga deb beradigan qiziqarli hikoyalari va bir anglab boqan bo'lsa. G'arib sanam filmi mushu biz Uyg'urlarla yaxshi ko'radigan film bo'lib qolmasdan o'rtasi yerdimi yaxshi ko'rgan. Ben Kazaklıqım vardım, Özbekliğim, xeyli keng dayardım, koydu ekanman. Endi o filmde ben Abdullah Şatır'ın rolunu aldım endi. O selvi rol. Endi bunun da iki xil psixikni tang o'rinlashga to'g'ri keldi ekan. Birisi o bak yovuz bo'lib ketay desa, o umum olmaydi. O bir podshohning lashkari. Endi muhabbet talış bu ko'rishida o yovuz endi. Asli tegidan yomon emas. Niyatning o'zgarishidan harakatning yomonlashiga yo'l boshlab qoldi. Yo'l boshlab qoldi. Salbiy holatdan. Shunga ham uning o'sha lashkarbashilik obraziga ta'sir etmagan, lekin muhabbat kelganda chidamaslik qildigan mashg'ul psixik alayidligi. Albatta. Muhabbat. Ana ustiga buni bu podshoh uqtumay qildigan ish edi. Shunga shu narsani o'rinlashda rejissor bana ko'p talab qo'ydi endi. O vaqt o'z vaqtida Abdulmut Kamma ma'mur rejissor. Abdulmut Kamma ko'p narsalarni deb berdi. Endi biz drama kinoliga taqa o vaqtida chiqib bunaqa qilmagan tajribalarimiz az. Shunga birdan chiqib ko'rinishni olgandan keyin bu shu yo'lan to'g'ri bo'ldi dedi. Shuni bilan hep ketdik endi. Endi bunun da bizga biroz qulaylik bo'ldigan yeri, garchi g'arib nayet aktif bo'lmasa ama biz ana qil buni qil deb sanab berib yurib Bizning roldagi g'aribimiz shundaroq g'arib ismi loyiq g'arib bo'lib qolganda yama yeri. Sanamni kinoda talishib alanmadik, o'zimizni tashlab oldik. Jiqadan qurishib oldi-da bizni. Ama yalg'a o'lib olgan qilib amaliyotlik turmushda buni o'zimiz aspiratdan bitirib to'y qilib oldik. Bu filmning yana bir g'albisi ma bo'ldi. Agar bu sanam bo'lib kelmagan bo'lsa, men Abdullah Şatır'la bu yerga bormagan bo'lsam, balkim bu ishlar amalga oshmaydigan bo'ldi. Taqdirdan To'polondan to'g'ri. Hem bunda to'g'ashni o'g'ilmayman desim bo'lmaydi. Narat'ta kino ağılbadıqda bir ay çarvağıda işləyət aldıq. Artistlarni bir yerga yig'dik. Bir yerda yotamiz. Bütün kız ayol artistlarni bizden 5 kilometr jiroqliqda mavi Binzanga yotqizdi. Bizga tuzib bergan tuzumi bor. Ko'rinishni olganda, qaytib kelib tomoq yeganda bilib olamiz. Qizlarni sapga tizib akitdi. Bir mi artistning berishi ruxsat. Kasbiy axloqni Hey, bir kun Xo'jago'y shuni meni vatnatganda Şunun bilan kino oldik 17-18 kun bo'lganda men ishpiyon bo'lib qoldim da. Abdurahmon deydi bu kurashni pat sezib turib deb. Ben kurashni ko'rib qoldim. Keyin derizdan chiqib Binzanga mang'inni. Bu shundoq bo'ldi deb qo'yapti menda buni yomon tanqid ketdi. Ömrümde ishpiyonlik qilib boqmagan. Bu kinoni elish jarayonidimi o? Hakikaten kinonun mezmununda bu Abla Şatır Sanem'e aşık. Sanem'ni qo'llaydi o. Bunda. Bunun ikki alaylığı birisi leşker başlığı, birisi aşı Sanem'ni aşık qo'llaydi. qo'lga keltirish. Emili turmuştu mu qo'ldi da bu. Onu qo'li demaymiz, praktik qilyapti-da deydi. Kinoda bu g'erib hep ketdi. Çoğunlardan şu bitim bak. Bu alanmadı. Lekin ameliyatta Sanemcan ne, Büyügül ne bu aldı da. Bu şundan bir
Bitim ko'rib. Qaysarlik bilan kino olgan yigit. Qachon suratga olazazda taqazon kutib ketganda. Kinodagi saxta harakatning ichiga haqiqiy o'zininki muhabbati sing'ashqa Kirib ketibdi-da, rol shu. texmi muvaffaqiyatga ketgan gapda dedi. Oxiri endi turmushda g'alaba qildik endi-da. Bu abiyoq ablimutkan degandek bir taqdir bo'lsa kerak. Hozir endi navri sanamlar paydo bo'ldi. Keyingi g'arib sanamni shular o'ynaydi. Demak siz ikki jihatdan cho'ng g'albini qo'lga keltirdingiz. Birisi filmdagi rol ilish jihatda g'alba qilgan bo'lsangiz, ikkinchidan turmush jihatda sanamni qo'lga keltirib haqiqiy muhabbatga erishdingiz. Ikki tarafdan mana cho'ng mukofotga erishibsiz. Bo'ladi demasa Abdullah Shotiriyning, ya'ni Kurash Rajab akimizning shu filmdagi obrazini bir eslab o'taylik. Hey. Men uning o'tida kuyib qaqshal bo'ladigan bo'ldim. Uning ishqida aqlimdan ezib qoladigan o'xshayman. Abdullah. Sonim bo'ldi. Men bir vazirning o'g'li. Ordining Qo'rg'onbegi Turug'liq. Nemishqa ashu otisi yo'q, yetim o'g'loqchilik bo'lamayman. O'zlariga kutilmagan xabar ib kelganligim uchun Peqirni kechirgaylar. Neymiş? Gunohkor safar zindondan qochdi. Aha. Uni bir qora niyat qochiribdi. Har qanday odam filmni ko'rgan chaqda yuragiga eng ta'sir qiladigan bir ko'rinish va u bo'lsa-mu Shohi Abbosning noiti saltanatlik, shu o'zininki insolopatiga loyiq tushirgan amr farmonlari ko'rguvchilarning yurak tarini titratmay qo'ymaydi. Shu Shohi Abbos rolini loyiq yetkazib o'rlagan bizning danglik ustoz san'atkorimiz Abdulimiz Sodiq akamiz bu film haqida yana nimalarni bizga deb berdi? Qani, Alloh salaydi. Assalomu alaykum barliq qarindoshlar. Ekran oldidagi ko'rganlar. Bundaq bir fursatda aqasinglar bilan ekran oldida salomlashib o'tiribmiz. 80 yil ishlagan g'ayib sanam haqidagi ba'zi bir so'zlarni bu yerda so'zlashga taklif qildi. Rahmat. Ayni zamanda endi g'ayib sanamga podshohlik Shohi Abbos roliga meni tayinlabdi. Kelsam filmning 3dan 1 qismi ishlanib bo'lgan ekan. Kitobni ko'rgandan keyin Shohi Abbosningki bu obrazningki negizi salbiy obraz. Bu kalamni o'tmadi. Munosabatliklarga, ijodiyotchilarga rahbarlik o'zimning ko'z qarashini qo'ydim. Hattoki Sovet o'qib kelgan buning rejissyorligini qilgan Foje degan rejissyor o'zimning ko'z qarashini qo'ydim. Endi o ijodiyot guruhidagilar qabul qildi. O'zimning rolini men kamolatga yetkazib qo'yindim demayman. Chunki Shohi Abbos bu obraz o'zimning ko'nglimdagi tiklan 100% tiklandi deyman. Endi buni akilib biraqlam boshqa obrazlardan, g'aribdan, sanamdan va boshqa obrazlardan sir ko'z oldimga akiliblam mis haykaldek qotirib chiqarib qo'ysam, boshqa obrazlarga ta'sir etganligini o'yladim. Shuning uchun herhalde bo'ldi degan yerda endi shunchalik yerga o'yinliq qildi. Endi o'kindigan yeri nima desam, asarning nomi G'arb bil sanam. G'arb bil sanam. Bizning g'arb bilan sanamninki asosliq, g'olliq yeri bo'lmay qoldi bu asar. Bundaq deyishimning sababi nima desa, albatta hayot deganda bu
muhabbet degan bo'ladi. Mushu muhabbetning o'zi keyingi ikkinchi avlod hokimiyatga hukmronlik qiladigan, taxtda o'tiradigan varsaninki mazmuni buna qo'shilmagan. Endi bu ikkisining muhabbati nima desa, bu muhabbat da xalqning da muhabbatiga, davlatning muhabbatiga, millatning muhabbatiga vakillik qiladigan manda muhabbat bo'lishi kerak. Ham yerlik hukumatimiz qo'llab mushuni ishlashga yo'l qo'yganiga cho'ng tashakkur etsak. Xalqimizning bir orzusini shunday bir qondirib. Ham bu asarning o'ttirib chiqishi keyingi bizningki kinochilik sohasida bir yo'lni ochib berdi. Nurg'un filmlarningki yuraklik o'ttirib chiqishiga yo'l ochib berdi. Mening endi G'arib Salamning haqida shunchalik so'zlab qo'yay. Abdulhamid Sodiq akamizning o'zidagi keskinlik xarakteri, filmdagi Shoyi Abbosning keskinlik xarakterini aytib bir-birisiga mos kelganligi uchun, filmdagi rol bilan rol og'uvchi gul-guli kelganligi uchun Shoyi Abbos obrazi hammamizning dilimizga, qalbimizga o'rnab ketdi. Hamda Shoyi Abbosning, ya'ni Abdulhamid Sodiq akamizning ekrandagi obrazini bir ko'rib boqaylik. Ağçı, Labbay Shohim. ben icazet vermegiçe Senemcan ordudan bir kadem mi ayrılmışsın? Ya Rabbim, bulanın hemmisi isyankarken. Callat! Labbay! Bulanı hep çıkanlar! Ulug' Shohim. Oğlum, Filmda elning qalbiga o'rnab ketgan yana bir ijobiy personaj bor. Bu kim deganda Shoyi Abbosningki yanada turadigan, ya'ni Shoyi Abbosga shu chog'dagi hokimiyatga intayin sodiq bo'lgan oqko'ngil Hasan Vazir. Hasan Vazirning obrazini o'ngishliq yaratgan Abdurahmon Ali akimizmi bugungi suhbatimizga alohida qatnashdi. Hamda Abdurahmon Ali akimiz Hasan Vazir shundaqla bu G'arib Sanam filmi haqida qanday tushunchalarni berdikin o'z og'zidan bir anglab boqaylik. Assalomu alaykum. Bu programmani o'rinlashtirgan rejissyorlar, barliq xodimlar, ekran oldida o'tirayotgan barliq tomoshabinlar. Men bir kino artisi emas, san'at ahli emas bir odamning og'zidan bu kino haqida bir shikig'iz gap olmoqchi bo'lyapsizlar. Endi oltinni zaga so'qib o'tkazib yaxshi ekan-doq. Shu vaqtdagi zagalar yetishmay qilib, bizga o'xshash bir Miskala. Tömürçülerge mi oçurak yap kaldı da. Benim uç Firdavs tanıştılar. Firdavs bilen ondan tanışımız. Bu G'aribga bayıqı sizligandek Hasan Vazir başka bir padişahlıktan Shoyi Abbosdan qo'liga kelgan vazir. Bu Zulumqamning manga deb belgili, Zulumqodir. Shoyi Abbos bir Uyg'ur xaqonligining yengidan gulinayotgan, o'ziga o'xshash shijoatlik, qaysar, to'mirida qalla urg'ib turayotgan bir yosh qiron podshoh shu mezgilda igilikni Uyg'ur taraqqiyotini ilgari surish uchun o'ziga maslahatchi izlab, o'zining shiram tuqini yakan xandonligidan bu Hasan Vazir mag'zudir. Shuning bilan Hasan Vazir rahmatlik o'lib tugab ketkicha, ballar ism qo'ygicha, men bu musofir jutib kelib qoldim, bolamning ismi G'arib bo'lsin degandek o'tidi-yu, lekin kinoda yozilgandek, kinoda tasvirlanib berilmagan bo'lsaqmi, lekin kinoga yozilgandek aql farosatlik, jihni ko'rgan,
tarixiy ko'z qarashimi, real ko'z qarashimi yanaytı pishqan Shohi Abbosga o'ng qo'l vazir bo'g'idek shu zamonda yetishib chiqqan Uyg'urning bir naytı parasatlik vazirlari. Bütün Shohi Abbosning xonligining coğrafiyalik, hatta terilg'u, hamma jihatini shunda o'rinlashtirgan odam bu. Shunda o'zimi naytı kamtar, muloyim vazir ekandoq. Men biraliqi o'zim toza o'qib yetilgan artist bo'lmagan ekan. Buni bildim shundoq ekanligini. Lekin bayiqiliqi shikarga chiqadigan-dek undaq bu yerlarga kelganda men bo'ldi ekan, men o'zim cho'chatga cho'ng'lab ot mingandan keyin Aşı shikar jarayonida qilinayotgan mening qilgan so'zlarimning hammasi asli Shohi Abbos bilan qilingan so'zlar. Bizning Uyg'ur adabiyot san'atining gullanishini boshlagan mushu g'arib sanam qatorliq kinolarni, yirik nodir asarlarni bu davrga chiqarib, hozirgi davrdagi Uyg'ur adabiyot san'atini mushu pallaga chiqargan barliq mushu ahlidagilarga men bir sirtidagi ahli bo'lib chunqur tashakkur. Rahmat. Abdurahman Ali akimizning shundaqla g'ayribning dadisining ekrandagi obrazini bir ko'rib boqaylik. Farmon, sen o jonivorning bo'g'oz ekanligini ko'rmadingmi? U bo'g'oz bo'g'ashqa yugurmay qapti. Qarab turib tayyor oldini qo'ldan chiqarib bo'lmas. Mendan buyruq, hech kim bu jonivorning jiniga zomin bo'lmasin. Cho'qon selib uni qo'g'lab o'tgin. Xo'p. İltifatlarga ming martaba rahmat. Sanamni o'g'limizga berishni ahd qilgan bo'lsa-mu, mening ansiraydiganim men olamdan o'tgandan keyin shoh va'dasiga vafo qilamdi yo'q. Dunyoda eng ulug' inson ona, hammamizning mehribon onalarimiz bor. Filmda bir mehribon, ulug' bir ona tasvirlangan. O bo'lsa-mu, g'ayribning onasi Mehribonu. Mehribonu ona filmda Uyg'ur onalarimizning o'ziga xos obrazini alayda namoyon qilgan. Bu obrazni yaratuvchi kim? O bo'lsa-mu, Nurnisa Ismoil onamiz. Nurnisa Ismoil onamiz bugun programmamizga alayda qatnashdi. Bu film haqidagi hikoyalarni bir anglab o'taylik. Assalomu alaykum ekran oldidagi ko'ruvchilarga. Tangritog' san'atini tashkillagan yo'ldoshlarga oliy ehtirom bildiraman. Ma kinoga degan vaqtida men nihoyat xushal bo'lgan. Doyan men seni mush kino tanlayman, mehribon onaning rolini olasan, sen shuni tushirgansan deganda men yig'lab ketgan. Rost tushiman degandim. Nimishqa degan vaqtida men ham xushxo'y, ham miskin, ham uchiq yo'ruq ayolman. Shuningga endi mush kino qatnash orqali men o'zimning hissiyotimni cho'qim o'ynab beralayman, chiqarib beralayman. Men qatnashay desam, sen Padişahning ayolining rolini olishni xohlamsan, Hasan vazirning mo deganti, men mush Mehribonning rolini olay. Deb shunday dedim. Chunki men mush rol tushdi. Deb o'zimni xushallik bilan qabul qilgandim. Ammo o'ynash jarayonida g'ayribning opsi bo'lish suhbatim bilan o'zim mushu kitobni qayta o'qib o'zimga singdirdim. Bir misolni aytib beray. Kito'sam jiq ayollar salom berdi menga. Salom berganda men kimga salom beryapman deb u yoqqa qarsam Mehribonim ayolsizlar o'zlariga salom deb shundoq degandi. Bu yenim deydiganda, "Voy qanday qilaman" deb xijil bo'lib ketdim. Shundoq xijil oldum. Men Mehribonim emas desem, Hasan vazirning ayoli Mehribonim g'ayribning opsi emasmisizlar deb. Ha deb andin kinoda o'ynaganim esimga kelib, "Voy rahmat sizlarga" deb ko'z yosh qilib ketib qoldim. Iliq xalqning oshinchilik suyunganiga men shuni qaraganda yaxshi o'ynagan o'xshaydi mush rolni. Yaxshi o'ynabdim men. Men sinibdi mush rol. Dedim, o'zim sal ko'nglim jihati ko'tarildim. So'ng endi mush kino qatnashganimga ben xushman. Unda xushaymanim yo'q. Tatgan jafolarim bor. Hech qanday jafo berilmadi, men uchun rohat bilindi. Shuning uchun o'sha bugungi
Muşu oturuşni teşkillagan, shundaqla xizmatdosh og'ayni birodarlarimga oliy ehtirom salomimni ham rahmatimni aytaman. Rahmat, rahmat. Endi mushu Mehribonu onamizning, ya'ni G'ayribning onasining obrazini ekran orqali bir ko'rib boqaylik. Gülcemal. Ana. Akam qani. Biz hazır Jaloliddin mollamni qishig'i borayli. Ehtinomini yirtmoq oson. Biroq haqiqatni o'zgartmak tas. Boshpanayim. O'zlariga minglarcha tashakkur. Xo'sh, mana endi filmdagi Shohi Abbosning Ativorliq malikasi. Filmdagi Abdullah Shotirning kushandisining oshig'i. Uyg'ur qizlarimizning sharmi, hayoliq, isil fazilatini ekran orqali haqiqiy namoyon qilib bergan bizning bir yaqinlik san'atkorimiz bor. Bu bo'lsa-mu Sanam. Bugün G'opur adimizmi bugungi programmamizga alay taklif bilan qatnashdi. Xo'sh, endi biz Sanamning, ya'ni Sanam obrazini muvaffaqiyatli yaratgan Bugün G'opur adimizning hikoyasini anglab o'taylik. Assalomu alaykum ustozlar. Men Bugün G'opur 80-yili ishkirdan uyan qo'yib qaytib kelib, o'sha hozirgi Do'nko'rik bozorda bir magazin bo'lgan. O'shadan bir narsa elib ketib olsak, bizning bir xanzu odam, studiyadagi imom rahmat bo'lib ketdi. Shu ikkisi bir jip bilan ketayotgan ekan. O kishi endi Shamsiyani to'niydi ekan. To'y to'xtanglar deb mashina to'xtatdi, mashinaga chiqdik. Hech nimasini bilmaydi chiqdik. Chiqsaq bu odam bir ko'zoynak taqib olgan, bir uruq bir odam ekan. Shunda keyiniga qarab, "Sen necha yosh kirding?" dedi. "Imom nima deydi?" desam, "Necha yosh kirding?" dedi. "Hanzuchun nima bilamiz?" "17 yoshga" deb shunday desam, "Ha" deb qarab o'tadi odam. Bir yerga ketyapmiz, nega borganligimizni bilmaymiz. Qashqar o'makning tushgan, shu mehmonxonamizga berib qo'yamdi. Lekin shu chaqda shu Sanamning rolini tanlab, menga vaqt ekan. Bir vaqtida Shamsiyalashganlar qolislar dedi. Degandan nima ish qildi ekan desam, "Sen Sanamni o'ynaysan" dedi. Qashqarda Daramni o'ynaganini ko'rganman. Bu chaqda biz kichik bo'lgan ekan. Shunday nima deb u Qashqardagilar ketdi, Shamsiyashkimiz qoldik. Firdavskam bir mashina bilan aytsin nimaga olib bordi bizni kino studiyasiga. Shuni olarlandikin bir bilib bilmayli bir g'arib Sanamninki Sanamga tanlanib qopdimi. Bilib bilmayli rosa. Menda endi biz san'atning sepikda endi qadam qo'ygan bir sahroliq qiz bola. Shundan kurashacak. Shuni bilan u Şenlik ketdimi? Ha, o'shada bo'lmaydi. Shuni bilan bu bir sahroliq qiz bola bir podshohning qizini tanlash o'ynash degan bu bir cho'ng ish ekanda, o'chaq gidaylik deyishimni bilmadik, shu g'uljiga mangdiq, naratga bordik. Shunday qilib bu kinoni boshlab bir necha ko'rinishni olgandan keyin bu Abdullah Shotir keldi. Bu odam bilan aytishdan boshlab rolni birga oldik. Yalqi bir chorbog'lar bor. Shoh ota. Uyalida endi men endi Sanam bo'lgandan keyin endi shunday bo'lib ketyapman o'zimcha. Bir ko'rinishlar bor endi g'aribni tutishga buyruq tushirib, Abdullah Shotir bir keldigan yeri bor-ku. Kelgandan keyin bu meni elvatgandan keyin bu odam oyada bir usulning harakatini qilib cho'gilab menga bir fokus ko'rsatibdi-da. Ko'rsatsa bunday qilib turib, "Bading emas" degancha men kulib ketsam bo'lar uyada. Bu odam qarab kulib sapdi men. Shuni bilan doyanda to'xta deb bir vaqtda shuni bilan tavlab yig'lab ketdim. Shunday qilib asta-asta endi kirishdik bu nimaga. Mush xalq teatriga kelgan chaqda butun ichki ko'rinish meningki endi. O'rnining ichi. Bu yerda Shoh otam bor, og'cha onam bor. Anqcha bu odam bilan ancha-muncha muhabbatlashib qoldik. Ha, endi 35 yil bo'lgandan keyin demsak bo'lmaydi. Shuning bilan bu Abdullah Shotir endi bu g'aribni polab elib manga vaqtida bir yig'laydigan ko'rinish bor ekan. Shunchalik nima qildigan ko'rinishlar. Bu qixlavatqa yerda chachirab qo'pab qo'ygandan yana qo'psam, yana yosh chiqmabdi, yana qo'psam, yana yosh chiqmabdi-da. Mush Shoh otam menga bir sonda qilib turibdi ekan, hozir qadar esimda. Mush qo'ltiqidan beshinchi, "Ey, bu yoq turib faqat ko'zimda ketdi. Hozir g'aribni ekkasa ko'zimdan net yosh chiqmadi. Agar kurashni ekkasa qanday qilib tag'di ketdi?" "Ne qildi?" Jig'ar shuni degan Abdullah debdi, shuni degan g'aribchan deblam shuni degan. Bir yig'labdim, hali yomon emas. O'zimmi artist o'g'inimga bek xo'shal. Shubetdim daxa.
Melik'de. Tanlanıp qalğanımğa Şah ata, şunçalaq xoşal. 30 neçə yil səhnədə əmdə bir opçu usulunu oynapdı mən. Birisi də yox mən. Muş g'arib sanam degandiklarga turib ketmanda o'zimcha. Nega borsam sanamjon deydi meni. Musha atam bir ya to'yda ko'rsam, o berib mushaq qilib ko'rishib ketman. Boshqalar nima desam chatqim yo'q. Musha Abdurahmon akamni ko'rsam zodi voy deb ketaman, qizim deb ketadi. Ishqilib g'arib sanamniki bizga bergan ta'siri bek cho'ng. Lekin bu kino, bu asarning kamda bayam sizlar degandek undaq cho'nqirligini biz tushundik. Tushunmay o'ynadik biz kichik bo'lgandikin. Manda bir tarixiy asar ekan to'q. Yarasha. Ba'zi ishlar nurg'un tirishchiliklar bilan qo'lga kelsa, ba'zi ishlar talay omadga bog'liq bo'lib qoladi. Omad kas qo'sh kepti degandek bugunlarimiz sanam obraziga tanlanib qolgan shundaqla haqiqiy bir muhabbatga erishgan. Bu ikki omad bugunlarimizning taqdirini o'zgartirib o'tgan. Lekin talay omad bo'lsa hisob emas, buningga zo'r tirishchilik kerak. Bugunlarimiz bu sanam obraziga tanlangandan keyin o'zining yüksek tirishchanligi bilan xalqimizning qalbidan cho'nqur o'rin oldi. Hamda sanamning, ya'ni bugunlarimizning sanam obrazini ekran orqali bir ko'rib chiqaydi. G'aribjon, bizning diydorlashmag'imiz endi tas bo'ldi ham bo'ldi. G'aribjon! Onangiz sen Ağçı ana. Kishilik dunyoni muhabbatsiz, jufti hamrohsiz tasavvur qilish aqlga sig'maydi. Turmushdala emas, xizmatdimi bir-biriga hamroh bo'lib, bir-birini qo'llab-quvvatlab, bu yo'lda natija qozongan to'hfakor san'atkorlarimiz oz emas. Programmamizning san'at beg'idagi bir juftlar sahifasida bugun biz ataqliq teatr kino artisti, san'at tashkilotchisi, Şinjan Muqam ansamblining sobiq boshlig'i İbrahim Faxriddin apandi bilan el so'ygan san'atkorimiz, xalqimiz qalbidan cho'nqur o'rin olgan ataqliq teatr kino artisti April Samat hadimizdan iborat bu bir juft san'atkorimizning qiziqarli ish izlarini o'z og'zidan anglaymiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Va alaykum assalom. İbrahim aka, April Samat hada. Sizlar bizning shu Şinjan xalqimizningki san'ati uchun o'chmas to'hfalarni qo'shgan to'hfakor san'atkorlarimiz, shundaqla ustoz san'atkorlarimiz. Xalqimiz sizlarni haqiqatan faxrlandi. Sizlarning shu san'at, turmush hayotinglar men va menga o'xshash nurg'un yoshlarimizning, xalqimizning turmushiga o'rnak bo'lib qolishi mumkin deb o'ylayman. Shunga sizlar shu tanishish, muhabbatlashish, shu xizmat, oila hozirgacha ya'ni pensiyaga chiqdinglar, hozir shunaqmi? Shu pensiyagacha bo'lgan, hozirgi vaqtda bo'lgan turmush hayotinglarni bir so'zlab ekan bo'lsanglar. Ikkimiz 1958 10 ayda Beijingga qarab Drama institutida o'qishdik. Hammamiz 10 qiz, 20 o'g'il. Ammo shunday bir sharoit ostida biz Beijing Drama institutining o'rniga bordik. Bu maktabning o'rni bek cho'ngdigidek emas. Ammo biz niyatga vaqtda nayt illiq maktab. Araqlarda Aprildami bormidi ya? Bo'lmay boshlandi. Endi san'at hayotimizni so'zlasak, bizning san'at hayotimiz hem jafoliq, hem xushalliq. Shunday bir o'tgan san'at hayot desak bo'ladi. 58dan 64-yilgacha maktab bitirgan bo'lsam, maktab bitirish dramasi deya olamiz deb 65-yil bo'lib ketdi. Shunga mush 7 yil jarayonida biz Beijing shahri bo'yicha ilg'or kollektivni bermadik. Maktabda o'qiyotgan vaqtimizda muhabbatlashishga ruxsat yo'q. Tuzum bekçi. Bunda muhabbatlashishga bir yer turib gaplasakmi ruxsat? Tuzum bekçi. Shuning uchun ilg'or yo'l oldikda, tuzumchi,
boshqurish yaxshi, ashta bo'lganlikdan. Hamda maktab bitirib chiqqandan yo'q. O mumkin emas. Maktab bitirgandan keyin bizning Ujellar deb bir muallimimiz bor. Shuning tashkil ishimiz avval aytmışlar. Muallim ishimiz boshlar juray degan to. Bir diversiyasiz. Hamda maktab bitirgandan maktab bitirgandan keyin bu ixtiyorlik hammasi o'zingizda. Qizimni oldirishdan burun aytgan kechiring, ko'ngillar yaxshi ko'rishib. Bekmi oshkor emas endi. Bekmi yo'q emas shu darajada endi. Endi nimasi bor shu erkak qilib chiqqan vaqtda egri yengil ishlar bo'lsa, anchamiz yordam qilib, ishlar qilishib degandek. Endi siz bir sinf bo'lgandan keyin endi 6-7 yil jarayonida bir-birimizni tushunishmi, birga borgandan keyin shundan keyin shu Janubiy Junggodagi Sandoqqa kelgan vaqtimizda o'yin qilib ishga kelgan vaqtimizda shu yerda mahallining rusni ilishdan boshlab endi kun yurishga boshladim. Endi keyin shu atishliga qabaqman sinatish iksaqtiga yer. Bular maktab bitirgandan keyin bola cho'ngib ketdi, zat yuguning bormi yo'qmi deb telefonma qilib xatmi yozib qilaverdi. Mishlar Qashqar san'at maktabi Samitaxin degandan qizi bilan endi yurishga boshladi desak, xuddi ko'rishimizda uydagilarning hammasi berib san'at maktabi. Xuddi ko'rishib ketgan. Biz babasini tig'i bular. Apılma darsqamışlar mehman keldi deb qo'yibdi. Aslında shu keldigan mehman shu dedi. Qashqar bilan atishning orliqi yaqin bo'lgandan keyin shu berib qo'yilni yetilab, nallarni yetib, o'tallarni edib, xuddi ko'rishkini bordik deb shu yerda ko'rishib, har ishkilarlar ma'qulligini, roziligini bizga yetkazdi. O'sha ishkilarning shu to'y qilish jarayonlarimi hozirgi yoshlarimizga xeyli ilgi bo'lgudek. Endi bu to'y qilish nimasiga kelsak, 67-yili 7-oyning 17-kuni to'yni Qashqarda qildik. Artsin to'y bak qiz edi bu Qashqarda. U Qashqarda ma'apsi Qashqarda qilib, yana bir hepsi atish qo'yib. Shu atishda bir kecha, tong otqishi bir kecha shu to'yimizni. Qashqar san'at maktabi artistlar o'zimizning guruh tuqqan birodarlar deganda shu atishda to'yimizni qildik. To'ydan keyin xizmatlaringizdan haqida birga ishlab keldinglar. Endi shu ikkinchi qatimliq atishda to'y qilganni dedi endi. Yana bir haftasi atishda to'y qildik. U vaqtga qatnash qulaysiz bo'lgandan keyin qora mashinada bordik. Endi shu vaqtga Qashqar Öməkning eng bütün Şinjan bulbulu Patam Qurbanıdan başlıq 18 artist chiqqan. Əməliyyatda bizning o to'yimiz rasmiy dehqonlarga o'yin qo'yishga aylandi. Ular voy, mishlar artistlar chiqib dedi, bularning o'ylisi bek cho'nkan, dehqonlar keldi. Patimdan rahmatlik amtanatqıcha. Shumay necha naqsh etib berdi. Abdumit To'xtiqam, bir dаңlıq usul rejissyori, hozirgi mana dаңlıq usulchimiz Riyon Abdiz. Bular usul o'yinni qolganlar usul o'ynab shuna bir yaxshi bo'lgan. Tangirtog' san'atiga en ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Nimishki desa, mushu programma orqali meni xalqim bilan yana bir qatim yuz ko'rishtirishga mushu o'rinni menga hozirlab berdi. Shuning uchun men intayin xushal ham ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Unda olsa men xalqimni bek yaxshi ko'raman. Xalqim meni yaxshi ko'rdi. Xizmatdishim, oldi bilan savoqdishim, kasbdishim. Hamma dishim bor hamda. İbrahim bilan rasmiy muhabbatlashib o'tdik hamda. Mening kallamda bir narsa borda, ayliqi atishning yeri tashliq, tashliqda bo'lur ashliq degandikin, bu tashliqdan aşağıgan diki zimindiki kişiler çokum japağı chidaydi. Ondan sonra bir to'rt tog'ni chiqishikini ye. Şunun ishidagi bir atishliq erkek. Zavod qilsa, vaqti kelgan ishchi bo'la oladi. Sahnaga chiqsa, artist bo'la oladi. Yezi qilsa, qo'li ketman elib dehqon bo'la oladi. Deb uning o'zim hamda bek chiroyli odam deb bu. Başka kızlarını köyüp kılağı Başkalarını koyganmi?
boş gelmepsiz yaxshi. ish qilib ikkimiz juduq. Endi 67-si turmush qurdik. 66-yili 3-oyning 8-i biz yurayotgan vaqt bizning hozirgi Armanning yendik bizning bino shu vaqtki o'risning 2 qavatlik taqtayliq uy ekandi. Birinchi qavat bizning qizlar yotdigimiz. Ishkir tashqari 10 qiz bo'linib yotimiz. Kichik portishki soldi o'risiniki. Tak urdi biz derizoncha yotdim. Beşimni ko'tarsam, amış İbrahim ekan. Anç portishkini astı bu açdım. Qaqal uxlab ekan. Qarsam, müştaq 2 bet xat ichiga müştaq Eş tutma, ya Qashqarning omitimi ağrıyamaymiz biz o vaqtda. Xanım qizlar bayramınızga mübarek olsun. Biriniz gepi men ajoyib ta'sir qilgan. To'ka bo'lib qolsangiz bir ömür hapash qilib mangman. Qarg'a bo'lib qolsangiz bir ömür yetilab mangman sizni. Karamet. 67'si hamda to'y qildik. O'tgan hafta 7-oyning 17'si ikkimizning to'y qilganligining 48 yilligini balla uyda tabriklab berdi. Mübarek olsun da. Mübarek olsun. Naq aşı xatdikidek. Endi 48 Gerçi to'kirib qolmasingizmi, qarg'ib qolmasingizmi, ammo saq oltingizni yo'talib ketdi buni degan yaxshi. Endi 48 yil degan endi oson emas, endi shukri. Endi siz so'zni Altın to'yinlarimiz az qoldi. Az endi uningdan keyin mush oila jihatdagi, mush kasbiy jihatdagi bu nurg'un natijalarni endi shon sharaflarni qo'lga keltirdik. Hükümet, xalq bizni beshig'ilib ilib o'tadi. Buning da oldi bilan endi o'zimning tirishchanligi olsinmi, peshqadam artistlarningki, ustozlarimningki, kasbdoshlarimning oilada mush yo'ldoshim İbrahimning oilaning ig'ir yukini o'z ustiga elib, mening mushtaq natijalarni qo'lga keltirishimga asos men aktyor bo'ldim. Men so'zlay desam, men so'zlasam shu qonun maqtab qo'ydilar. Yo'q, meni maqtmay o'zingizni qilasiz. Nimishqa desam, boya dedimiz. To'ka bo'lib qolsangiz ko'tarib, qarg'a bo'lib qolsangiz yetilib baqirmay. Endi hozircha bu ish bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin shu ishga yaqin ishni men hozirgacha qilib kelyapman deb To'g'ri, to'g'ri. Nima uchun degan vaqtda xonim yiziqchilik bek amroq. Yiziqchilik amroq bo'lgandan keyin qanday qilsa kinodan kino drama bor. Dramani tugatib tursa kino bor. Vaqt yo'q. Vaqt yo'q. Ammo shunday sharoit aslida qanday qilsa yozmasa bo'lmaydi. Bu yizish asosiy kechir bo'ladi. O'yindan qaytib kelgan vaqtda ba'zi kunlari tong otganda o'rg'ansam binasi yizyapti. 30 ga yaqin yuzlab yezib. Shu drama yezib. Mush san'at hayotida. Oxiri mana mush kitobni chiqadi degan. Ammo shunda 3 drama 6 epizod bor. Saman yo'lidagi muhabbat. Muhabbat. Ha. Aslında 3 drama var. Bunun özünüzün iş izlerimde ay şekilde tazır. Oynagan itotlar. Oynagan itotlar o. Oynagan itotlar. Hem de aşağı boğandan keyin qanday qilamiz, ettigini qo'yib choy demlaydigan bo'ldik emas. To'g'ri, to'g'ri. Choy demlab keyin tush tomoq bo'lgan vaqtda kelib yordamlashdik emas. Ha o deb. Hem de hozir asosiyatda oshxonaga kirmizmi, fikrimiz chiqmaydigan darajaga yetdi. Nimishqa desa, birisi salomatga yor bermaydi. Oshxonadan chiqishga. İkincisi men oshpazlikni ugunib bo'ldim. Xotinining ugutishini men ugunib bo'ldim. Ashtu qilmasak bo'ladi. Tamoqni odatda oilada ayollar aytgan bilan usta oshpaz yana erlar. Bozordagi oshpazlarimiz arqo. Endi qanday bo'lmasa, bu bizning shu 48 yil o'tdi. 48 yillik san'at hayotimiz jafo tortgan san'at hayotimiz emas. Xushal quramliq, rahatda o'zimiz rozi bo'lib, o'zimiz xushallab qilgan ishlardan shug'ullandik. Baxtlik degan shu. Endi İbrahim bilan Ajal sirtmig'i deb bir dramada meni bu kishining qaynapisiga bilib qo'ydi. Tilla qizni apisi. Men rejissorga qat'iy o'ynamayman dedim. Buni ona deydigan yeri borki, men o'ynamayman. Desam, yo'q, ona degizmaymiz dedi. Yo'q, o'ynamayman dedim. Anqcha kino ketib qoldik.
Endi jamiyatda nurg'un uqmagan odamlar, mayli Firdavs Aziz bilan nurg'un kinoda er xotin bo'lib o'ynagandan keyin meni uning ayoli ertsolanmagan qizda Riyan ablazda İbrahimning ayoli deb bilindi ekanda. Keyin men bu Turpanga, G'ulji taraf borganda hamisiga tushundim, undaq emas. Bu İbrahimning ayoli men bo'laman. Reyhanning yo'ldoshi 11 otaqliq san'atkor yetamsan. Firdavsning ayolim boshqa desam, bir savol so'rab qoldi bular. Sening yo'ldoshingmi qiz yigitni o'ynayotgan? Sen bu sahnada mushtaq eli uning ayoli, eli buning ayoli kes bular qanday o'zaro biroz jidal olmam deydi. Yo'q. O bizning teatr nazariyasida obrazga 70% o'zgarimiz. Qasım Akın'la Firdavs, şunun ayol, iki ayol, bir ayol iki rol oynaydı. Bu bir rolda iki erkekse gap yok. Ben bir süre rol oynasam bu kadar iş kadar kapılma iş yok. Bizden bu hepimizin ihtiyacı. Bu kesip stili. Kasbi ahlakka, ertis ahlak. Birincisi ben hayatımda tırıştım. İkincisi vakitini için tuttum. Üçüncüsü yıllık planım var. Şu boyunca geldim. Bir rolaga vaqtinglar ozmi? Bir rolaga vaqtimiz mı? Çıkamaz. Fakat 2 kilo rol. Ertumaydigan kız, sırlık karvan. Endi mushu kino ishlash, hozirgi mushu xizmat sharoitinglardan sirt yana mushu oila tarbiyasi, yana mushu farzand tarbiyasiga qo'shgan ajringlar menimcha oz emas deyman. Avruda bu jihatda haqiqatan bakrak javob topdingiz. Tirishib o'qish, cho'nglarni hurmatlash, kichiklarni izzatlash, mush jihatdan tarbiyani obdan berib keldik. Keyingi vaqt hamda hozir hamda bolalarimiz hammasi xizmatda. Hamda hozirgi vaqt nima desa, hamda hozir biz bolalarni o'tab navrga o'tdik hamda hozir. Shu navrning g'imi, navrni qanday qilib yaxshi o'qitish, ularni qanday qilib kelgusida bir yaxshi bir yaramli odam qilish uchun shu jihatdan biz kuch chiqarib kelyapmiz. Hamda İbrahim ikkimizningki oilik turmushimizni ishkirlab bo'lishni xohlasa, ikkimizning oila boshqarishimiz nayt iqtisodchan. İsrafçılık yo'q. Rahmat sizlarga. Undan bo'lsa, sizlarning ish izlaringlarni yaxshi anglab o'zimizga o'rnak qildik. Nurg'un yoshlarimizga o'rnak bo'lg'isi. Sizlarning bundan keyingi turmushinglarga baxt tilaymiz, umringlarga barakat tilaymiz, shundaqla teninglarga salomatlik tilaymiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Uyg'ur teatrchiligimizning vakillaridan biri ataqlıq kino teatr artisti mərhum Hasan Yusuf 1932 yılı 6 ayının 1 günü Qashqar şəhəriga təvə Səmən yezisida tug'ilgan. Bo'ladigan ziraat ko'kidan ma'lum degandek Hasan Yusuf kichigidan boshlabla san'atga cho'nqur ishtiyoq bog'lab, boshlang'ich maktabda o'qiyotgan chig'dila Kuldirgi cho'lpini degan nomni olgan. Uning eng cho'ng aloyidligi do'rash bo'lib, har xil xarakterdagi odamlar tugul, hayvonot va uchar qushlarni shunchalik o'xshitib do'raydi. Shu aloyidligi bo'yicha 1950-yili Şinjan Beru kadrlar maktabi, hozirgi Avtonom rayonluq partiya maktabining tez bitirish sinifiga 1 yillik o'qishga kelgan Hasan Yusuf maktabga kelgandan keyinmi o'zining aloyidligini joriy qildirib, maktab san'at atriti sahnalashtirib o'ynagan Zaynabga tuhmat, yetimlar ko'z yosh qatorliq dramalarda asosliq rollarni elib, keyingi san'at hayoti uchun asos tikladi. Shuning bilan 1951-yili o'qish bitirishigila bir turkum savoqdoshlari bilan billa o'lkalik naqshi usul drama o'mikiga taqsim qilinadi. Shuningdan keyin Hasan Yusufning sahna hayoti rasmiy boshlandi. Bu mezgilda o'mak tayyorlagan Zavalg'u zulm, G'unchan, G'erib sanam, Yangi yer, To'y, Gulnisa qatorliq drama operalarda o'xshamagan personajlarning obrazini yaratib, keng xalq ommasining qizg'in olqishiga erishdi. Partiya Markaziy komiteti 3-umumiy yig'ini ochilib, adabiyot san'atining yangi bahorini to'lib toshgan qizg'inlik bilan kutib olgan Hasan Yusuf
hozirgi Şinjan san'at yurti opera teatriga xizmatga tushgandan keyin o'mak tarafidan sahnalashtirilgan Avgust Borallari, Gulnisa, Robiya Saidin, maslahatchi qatorliq 31 dramada har xil personajlarning obrazini yaratgandan boshqa ekrandami o'z qobiliyatini namoyon qildi. 1980-yildan boshlab Nasriddin Apandi, Aman Nisaxon, Shayton bilan Soqchi, Dozaqqa safar, Uchbosh, Salom xat, telefon qatorliq 10 necha film va nurg'un etotlarda o'lmas obrazlarni yaratgan atoqliq san'atkor Hasan Yusuf 2001-yili 5-oyning 29-kuni safar ustida qazo qildi. San'at so'yar Uyg'ur xalqimiz bu san'atkorni mangu aslaydi. Yaş vaktim bulga çağlıktı. Zerda dodu da. Yaxshi, unadan jiqcha ketmasa ishni qo'yishdik dedilar. Men hozir og'ich kelsam bo'pti esda. Davat! Davat? Şinjan televiziya stansiyasi bilan Şinjan Dolan ovqatchilik cheklik shirkati birlashib ishlagan bu oilaga qarang nomli ko'p qismli uy ichi televiziya teatrining 2 bo'limi 2015-yili 5-oyning 5-ida suratga ilishni boshlagan bo'lib, 3 oylik jafoliq tirishish orqali oxiri 7-oyning 31-kuni g'albalik oxirlashdi. Film ssenariyasini yosh ssenarist Tursunbek Yasin yozgan. Bosh rejissyorligini el so'ygan san'atkor Abdukerim Abliz ishlagan. Baş rollarni Abdukerim Abliz, Xosiyat Qurban, Aygül Olibtekin Nur Muhammad, Elfrat Ahmadjon qatorliqlar olgan bo'lib, qo'shimcha rollarga rayonimiz tavasidagi g'olliq peshqadam va yosh san'atkorlar ishtirok qildi. Bu film oktabrning oldi kaynida ko'rurmanlar bilan yuz ko'rishdi. Bu munosabat bilan rayonimizdagi nupuzli to'r bekatlardan Alkuyi to'ri film ishlash naq maydoniga berib, artist va xizmatchilarni ziyorat qildi. Programmamizning san'at uchurlari sahifasida biz bugun Alkuyi to'rining bu haqda ishlagan ziyorat filmini diqqatingizga sunamiz. Kitobning keyingi qismlarini ko'rmadim, hamda hozircha men ko'rgan biz nimqot boshlagandagi ko'l qismlarida o'zgarish yo'q. 3-qism 16-maydon 5-ko'rinish 1-qitim. Qism 1-maydon 3-ko'rinish 1-qism. Kes. Onların tamam işte bunlar ayağlar. Üçüncü kısım 1-maydon 2-ko'rinish 3-qitim. Kes.
Bu ailəyə qarang namlıq televiziya teatrının 2-ci bölümündə 1-ci bölümdəki Abdikerim Ablis, Xasiyət Qurban, Aygül Ablimit, Aliptikin Nur Muhammad, Elfrat Ahmed qatarlıq artistlar qaytadan rol alğan bo'lib, bu qitim Abdikerim Ablis filmdə baş rol elishdən başqa bu filmning rejissorluq xizmatini o'z ustiga olgan. Qo'rqmayman emas. Ajab. O'tadimi? Ajab qo'rqatding aka. Qadrli ko'rurmanlar, rayonimizning nodir kino, televiziya filmlari va drama operalarida o'lmas obrazlarni yaratgan aktyorlar bilan sirdoshqinlar bormi? Sizlar yaxshi ko'radigan cho'lponlarning paranglariga qiziqamsizlar. Aramızdan vaqtsiz ketib qolgan marhum san'atkorlarning ish izlari haqida nimalarni bilganlar bor? Rayonimiz tavasida ishlanayotgan kino, televiziya filmlari va patiqinda tomoshabinlar bilan yuz ko'rishadigan har xil san'at kechiliklari haqida uchurlarga qiziqamsizlar. Undaqda nazaringlar san'at haqida universal bilim beradigan Tangirtaq san'ati programmasida bo'lsin. Programmamızdan bugungi soni moshada oxirlashdi. Keyingi sonlarimizdagi sarxil mazmunlarni ko'rishni unutib qolmaysizlar. Xayr xo'sh, omon bo'linglar.